Voy, shiponkani qarasanglar-chi. Qani ukam qanaqa ekan mazasi? Ketdim. Hop, bismillah. Voy, zot nima deyapti, Mana aka? hidini qara. Ukam shu 25 yil orqaga yoshligiga qaytarib oldi. Daraxtdan tushmasdi-yu. Akalar, mana daraxt ko'rasan, olchi pishib yotibdi. Esingizda bo'lsa, bizlar mahallada olchi pishib ulgurmasdan qaranglar. Bu yerda olchi vashi tiqilyapti-yu. Aka, men eshitdim ma'lum. Esingizda bo'lsa, ana quroliga olsalardi-yu. Aka, agar siz yoshligingizda xuddi shunaqa shiponka tayyorlab yegan bo'lsangiz, videoga like bosasiz. Agar like bosmasangiz, sizni yoshligingiz o'pishim zerikarli o'tgan ekan. Achi, atas. Achini qo'rqishini qaranglar. Oldincha esingizdan atas desachi bolalar 2 guruh surardi-yu. Bu videoni ana yoshlikdan katta bo'lib kelgan do'stingiz bor-ku, o'shani hammasiga jo'natib qo'yinglar. Menimcha probkani hammalar o'ynagansa-yu, esingizda bo'lsa yoshlikda poyezdni relsiga qo'yardik-ku, probka silli bo'lib chiqish uchun. Mana poyezd ham keldi. Opa, probkani qarasanglar-chi, akalar. Tekis bo'ldi, silli bo'lib chiqdi. Qani bitta o'ynab ko'ramiz. Oldin probkada ko'pchilikni yorganman, qarang. Hop. Oba! Gap yo'q, hali ham eslaygan. Agar siz ham o'ynagan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Esingizda bo'lsa yoshlikda bor, arujamiz bo'lardi. Uning uchun bizga bitta bunaqa bakalashka bilan shar kerak bo'lardi. Sharni bakalashkan uchiga shunaqa qilib qog'oz qo'yardi. Tayyor. Arujani o'qi olchani daniga bo'lardi. Qaranglar. Xo'lo, hozir nima o'yin o'ynayapsan? PUBG. Sanchi? Roblox. Ana, hozirgi zamonda bolalar bor, qo'lidan telefon chiqmaydi. Aka, yaxshilab eslang, mana shu paytingizda siz qanaqa o'yinlarni ko'p o'ynagansiz? O'shani kommentariyga yozib qoldiring. Opa! To'xta, hammaga yetadi. Akalar, esinglardami, oldin qo'shnida shlankada suv sepib tursa, oldi yugurib borib, men birinchi qorin, men ikkinchi qorin derdik-ku. Xuddi shu paytlarni eslatib yuborishdi bolalar. Oldin biz shlankada suv ichardik-da. Bular nima ichishni biladi mana. Men uka hammaga yetadi. O'sha BioLife zamzam suvligini hozir mazza qilib ichadi. O'sha men. Ana. Akalar, sizlar ham bor-ku. Do'konga kirib suv olmoqchi bo'lasiz, mana shu BioLife zamzam suvligini bitta ichib ko'ring. Aniq sizga yoqadi. Agar yoshligingizni eslatib o'rgan bo'lsa, biz xursandmiz. Bizga podpiska qo'yib qo'ysak, bundan ham zo'r videolarni chiqaramiz.